teri kasalliklari bo'yicha, allergiklar, toshmalar hamda allergik astmalar bo'yicha, sidik tutolmaslik, psoriaz bunga o'xshagan kasalliklar bo'yicha o'zimni mualliflik litseniyamni mana shu tashkillik tizimimizda biz 3 oy oldin o'tkazgan edik. Hozir bugungi kunda o'zini yaqinlari bilan kelgan, ularda ham shu psoriaz kasalligi bor. Bu psoriaz kasalligi bilan og'rigan, ancha yillar davolangan, natijasini o'zlaridan eshitamiz. Men Nafosat tepadan 3 oy oldin avtoriskiy litseniyalarni oluvdim psoriazga. Bu kasallik bilan 13 yoshimdan beri to'g'risi kurashib kelyapman. Toshkentdagi hamma nomi chiqqan doktorlardan litseniya oldim, professorlargacha bordim. Lekin natijasi bunaqa bo'lmadi. Men kutgandek bo'lmas edi. To'g'ri, ma'lum bir muddatga ketardi, lekin yana boshqa joylarimdan chiqib kelardi. Endi men ko'p tug'ganimga, ketma-ket tug'ganimga bu safar вообще immunitetim tushib ketibdi. To'g'risi, avjiga chiqib ketdi psoriaz kasalligi. Keyin Nafosat tepadan litseniyalarni oldim. Xudoga shukr, rezultati вообще bomba. Zo'r bo'lgani uchun Toshkentdagi yaqinlarimni ham yig'ib olib keldim. Psoriaz bilan og'rinadigan yaqinlarim bor edi. Hozirgi payt ekologiya yomonligi uchun yoshlarimizda ham ko'p tarqab ketadi bu kasallik. Ularni ham olib keldim. Xudo xohlasa sizlarga doposiylarini qo'yib beraman. Rezultati men kutganimdan ham zo'r. Yaxshi ham uchratgan ekanman. Alloh shifo Allohim bersin. sabab chiqqanidan juda ham xursandman. Agar sizlar ham psoriaz bilan og'rimayotgan bo'lsanglar, hech ham ikkilanmasdan Nafosat tepaga kelib, litseniya olishinglarni tavsiya qilaman.